alaykum aka-ukalar. Bugun Lazbek akani xonadoniga keldik. Mana aka-ukalar. Sizni tozaladi. Tozaladi mana. Ko'ringlar. Gap yo'q-a? Ono Lazbek aka, u yo'lbarsmi ono? Qaysichil ono? Yo'q, yo'lbarsi yo'q. Naryoqda uni ham ko'rsatamiz. Terilgan chillar. Kaptarlarga hayron ketib, bugungi sanani aytmoqmiz. Bugun 10-aprel 2025-yil. Havas qilgan kukalarda xonadonida eng kamida 10 juftdan shunaqa zot kaptarlar nasib qilsin, ko'paysin iloyim. Gap yo'q-a, chiroyli kaptarlar. Bular terilgan kaptarlar, saralab, terilib, ko'paytirilgan kaptarlar. Nasib qilsin hammaga. Mo yo'lbars, mana go'zal kaptar. Figura. Aha. Ha, 5 metr gördü var ya mı? Al. O göre rengi nasıl chiroyli. Mana kalla tumshuq. Ana kukalar. Svetan umuman boshqacha ekan. Ana chiroyli ekan. Ragazini bersin. Ona hali göreydi. Şikalat o ha. Aç oldu mu ha? Görmeyen diye. Hareketini versin. O figuralar bana. Güçlü figura. İçeri tozaları. Şöyle ko'paytirilyapti endi. Akalar modan ko'ringlar. Modan ko'ringlar. Fitnessli. As. Yalnız göz almadı ekan. Göz almadı ekan. Allah barakasini versin. Allohning izni bilan bugun Lazbek akamizni xonadonida obzor qildik. Qo'ldan kelgancha oq kaptarlarni ham obzorini qilganmiz. Uni alohida video qilib kanalimizga joylaymiz. Kanalimizni kuzatib boringlar. Hammalarni xonadoninglardan fayzi baraka arimasin. Doim sog' salomat bo'linglar.